Toshkent viloyatidagi davlat xizmatlari markazlarining binosi yana bittaga ko'paydi. Chinoz tumanida zamonaviy arxitektura va dizaynga ega bo'lgan markazning yangi binosi foydalanishga topshirildi. Chinoz tuman davlat xizmatlari markazining ochilishi chin ma'noda katta tantanaga aylandi. Yangidan qurilib foydalanishga topshirilgan markazning ochilishida so'zga chiqqanlar xalqimizga xizmat ko'rsatish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, olib borilayotgan islohotlar xususida to'xtalib, davlat xizmatlari markazlari tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifati va hajmi tobora ortib borayotganligi, bu borada aholiga yaratilayotgan qulaylik va yengilliklar haqida atroflicha so'z yuritishdi. Bugungi kunda Chinoz tumanida 135 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Ularga sifatli xizmat ko'rsatish uchun yangi majmuada barcha sharoitlar yaratilgan. Eng so'nggi kompyuter va mebellar, elektron navbat olish uskunasi, xizmatlarni onlayn tarzda olish imkonini beradigan info kiosklar bilan jihozlangan. Bu yerda 20 ta qabul oynalari orqali bir vaqtning o'zida 150 ga yaqin davlat xizmatlari ko'rsatiladi. Markaz ochilishida ishtirok etganlar yangi binoda yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirishib, majmuaning xizmat ko'rsatish tartibi va yangi dizayndagi jihozlarning joylashishi bilan tanishib, yuqori baho berishdi. Shuningdek, markazdagi yangi tizim va xizmatlar bo'yicha ma'lumot berildi. E'tiborlisi, markazga murojaat bilan kelgan hech bir fuqaro ko'zdan chetda qolmaydi. Elektron navbat olishi bilan muassasa xodimlari tomonidan nazoratga olinib, tezkorlik bilan xizmat ko'rsatiladi. Kutish joylari ham odamlarga qulay tarzda joylashtirilgan. Bino eng oxirgi zamonaviy axborot texnologiyalari bilan jihozlangan bo'lib, mazkur binoda barcha shu xalqimiz uchun, aholi uchun kerakli bo'lgan zarur xizmatlarni olish imkoniyatiga ega. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish burchaklari tashkil etildi. Bundan tashqari, xususan Chinoz tumanining o'zida ikkita davlat xizmatlari markazi filiali, bu Eshonobod mahalla fuqarolar yig'inida hamda Tong yulduzi mahalla fuqarolar yig'inida ushbu markazni filiali tashkil etilgan va aholiga shu joyi o'zida xizmat ko'rsatmoqda. Shuningdek, bir kunda 400 nafar fuqaroga xizmat ko'rsatish imkoniyati mavjud. Mazkur 2 qavatdan iborat zamonaviy binoda bosh vazir qabulxonasi, farzandlari bilan kelgan ota-onalar uchun ona va bola xonasi, tibbiy xizmat xonasi ham faoliyat ko'rsatmoqda. Bundan tashqari badiiy va ommabop adabiyotlardan iborat kutubxona ham markazga keluvchilar ixtiyorida.